Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. YouTube kanalimiz obunachilari, bizlar sizlarga bugun gibrid avtomobillarimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Video davomida sizlar videomizga like hamda podpiska bosish ishlaringizda chiqmasin. Bizning salonimizda ikkita gibrid avtomobillari bor. Arizo 8 hamda Tigo 8 gibrid avtomobillari. Bu avtomobillarimizda hozir sizga Arizo 8 haqida ma'lumot berib o'tamiz. Keyinroq Tigo 8 haqida ma'lumot berib o'tamiz. Sizlarga birinchi manzilimizni aytib o'tsak, Yangi Zapchast bozori yonida joylashgan Cherry avtosaloni Qarshi Kurukdan kelishingizda chap tomonda, Charxon post tomonidan kelishingizda o'ng tomonda joylashgan. Arizo 8 gibrid avtomobilimiz. Siz ko'rib turibsiz, bu avtomobilimizning faralari LED hamda oldi abilsovkalar juda chiroyli bejirim ishlangan. Hamda bu mashinamizda motor qismi keladigan bo'lsangiz, 1.5 turbina motorda ham elektrikada jihozlangan. Bu mashinamizda 347 ta ot kuchi hamda rasxodi 4 litr to'lamda rasxod qiladi. Bu mashinamizda mana bu yerlarni ko'rsangiz 360 kamera bilan jihozlangan. Bu joyda joylashgan, ham bokovoy oynalarda joylashgan, orqa bokovoy oynalarda joylashgan. Bu mashinamizni panorama lyuk bilan, oldi oynalari qizuvchi, forsinkalari qizuvchi, 18 diska bilan hamda tormoz qismi ABS bilan jihozlangan. Beskulchon do'stov ham sensorli bo'ladi. Ichki salon qismini ko'rsatib o'tamiz hozir sizlarga. Undan avval mashinamizda orqa faralari ham LED bo'ladi. Keyin bu tomonda benzinovoy baki bo'ladi. Bu tomonda elektrovoy zaryadlash, quvvatlash baki bo'ladi. Bu mashinamiz orqa saloni ham juda keng. Kojini salon, eko kojadan ishlangan. Orqada barlari ham bor. 2 kishi o'tirgan vaqtda bemalol bar o'rtaga bar tushirib qo'ysalaringiz bo'ladi. Mashinamizda ichki salon qismi, rollari, kojini sidinalar, kojini barlar, kojini torpeda, kojini cruise control hamda multimedia rol. Mashinamizda 3 xil rejim bor. Eco Sport normal rejimda yuradi. Mashinamizda start stop yo'q bo'ladi. Sidinalarda pamit sidinasi bor, elektronika sidina. Mashinamizda silfovoy zona ham bor. Mashinamizda голосовой управление bor. Mashinamizda distansiya saqlash, mashina bilan polosa o'qish barcha funksiyalar bilan jihozlangan. Bu avtomobilimizda kam rasxod degan sababi, chunki ikkita dvigatel deb aytdik. Bu mashinamizda ham elektrika ham benzinga. Elektrika bilan benzinda rasxodi 4.5 rasxod qiladi. Agar benzinda o'zida rasxod qiladi, 5 litr rasxod qiladi. Agarda elektrikani o'zida yuraman desangiz 125 km zapas xodi bilan yuradi bu mashinamiz. Sizlar boya ko'rganlaringizdek, panorama lyuk, mashinaning ochilib yopilishlari, monitorlari, sploshni hamda bu yerda sensorli knopkalar, mashinaning konditsioner pechkalari hamda rulini ko'ryapsiz. Rulida cruise kontrollari hamda multimedia hamda alisasi bor mashinada, голосовой управленияsi. Mashina jo'stik скоростlik, беспроводной zaryadchik. Hamda mashinada stakanchik barida juda qulay joylashgan, barlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Mashinaning orqa salon qismi ham juda keng. Orqaga ham alohida konditsioner pechka qo'yilgan hamda oynalarda ham детский rejimlari mavjud mashinamizda. Mashinamizda oldi oyna qismini tushiradigan bo'lsangiz, bu yerda yorituvchi chiroqlar ham mavjud. Avvalambor bizlarda Arizo 8 gibrid avtomobilimizga tez drive xizmati mavjud. Uning uchun sizlarga kerakli bo'ladigan bitta pravani registratsiyadan o'tkazamiz. Bu yerda so'ngra bizlar tez drive'ga chiqamiz. Do'stlar, mana bu avtomobilimizni tez drive mashinamiz. Sizlar kelib bemalol mana shu avtomobilimizni haydab ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu avtomobilimizni haydab ko'rish jarayonida sizlarga nimalari qiziq, kommentariyada yozib qoldiringizlar, bizlar sizlarga javob beramiz. Do'stlar, mana bizlar tez drive jarayoniga chiqdik. Tez drive jarayonida sizlar mashinani yurishini, birinchi o'rinda kerakli bo'ladigan ходовой частlari hamda miyaqligi hamda mashinani sizlarga birinchi kerakli bo'ladigan narsasi yoshlarimizni qiziqtiradigan oboroti mashina. Mashinamiz oboroti 100 ga 7 sekundda chiqadi. O'shani hozir sizlarga bir sinab ko'rsatamiz. Do'stlar, ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana mashinamizning oboroti juda tez. Hamda mashinamizni bu yerda qanaqa yo'llarda haydab ko'rsatamiz. Mashinamizning shumliklarini sezmaysiz. Hamda mashinamizda sizga kerakli rulini qo'yib yuborsangiz ham olib qochmaydi. Mana bunaqa qum joylarda ham mashina o'zini xodida yuradi.
bemalol o'zlaringiz xohlagan joylaringizda mashinani sinab ko'rsalaringiz bo'ladi-ki. Hamda mashinada yo'lga chiqayotgan vaqtda 360 kamerasi. Sizlar pоворotlikda yoqqan vaqtlaringiz 360 kamerasi ishlaydi. Do'stlar, mana Arizo 8 gibrid avtomobilimizni test drive joylarini ham ko'rsatib o'tdik. Endi sizlarga boya aytganimizdek Tiggo 8 gibrid avtomobilimizni ham obzor qilib o'tamiz. Do'stlar, bu avtomobilimiz ham ikkita dvigatel bilan jihozlangan. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Farlarni ham ko'rsalaringiz bo'ladi bu mashinamizni. Old oblisovkalari ham kunduzgi yorituvchi, ham tungi yorituvchi chiroqlar bilan jihozlangan. Bu mashinamizda sizlarga kerakli bo'ladigan 19 diska bilan jihozlangan, hamda 360 kamera, oldi oynasi qiziydi, panorama lyuk bilan jihozlangan. Bu mashinamizda beskurchon do'stlar ham sensorli bo'ladi. Bu mashinamizda boyaga Arizo 8 gibrid avtomobil ikkita benzovoy baki bor. Bitta benzin ham elektrika. Orqa bagaj qismlari elektronika, ochilib yopilishlari. 7 kishilik bo'ladi bu avtomobilimiz. Bu avtomobilimizda subwooferlar ham mavjud. Keyin bu avtomobilimizda orqa qismi ko'rsalaringiz bo'ladi, juda keng. Bu avtomobilimiz ikkita monitor bilan jihozlangan. Bu avtomobilimizda ham pamit sidinasi mavjud, o'z-o'zini moslashtirish. Bu mashinamiz oilaviy 7 kishilik mashina hisoblanadi. Bu mashinamizning ichki salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Bu mashinamizni xarid qilishlaringizdan maqsad ichi keng, o'tirgan vaqtlaringizda bemalol, emin, erkin, shinam hamda mashinamizda sizga kerakli bo'lgan barcha funksiyalar bilan jihozlangan. Misol uchun, lyukda ochilsa panorama lyuk hisoblanadi. Butun tepani osmonni ko'rsangiz bo'ladi. Bu mashinamizda yanada sizga kerakli bo'lgan funksiyalardan mashinamizning rul elektronika hamda besprovодной zaryadchik, mashinamiz rejimlari, mashinamizning skors qismi hamda mashinamizda head up display, mashinamizda qancha tezlik оборотda ketayotganini ko'rsatuvchi monitorlari ham mavjud. Bu mashinamizda sizga kerakli shinam, qulay massaj bor, misol uchun passajir tomonida, hamda mashinamizda elektronika sidina hamda bor. Mashinamizda airbag qismi, himoya yostiqchalari ham mavjud. Bu mashinamizda 10 ta airbag himoya yostig'i mavjud. Do'stlar, siz bu mashinamizda monitorda boshqarishingiz kerak bo'lgan funksiyalarni ko'rsatib o'tamiz. Osonroq funksiyalardan, misol uchun bu mashinamizda har bitta narsa, misol uchun telefonda boshqarish, Bluetoothda ulab qo'yib telefonda bemalol. Hamda bu mashinamizda sedina abagriv deysizmi, rul abagriv deysizmi, mashinamizda abduf deysizmi, mana bu ikkita oldi sovutuvchi silindralar bilan jihozlangan. Bu mashinamizda sizga kerakli barcha funksiyalar mavjud mana. Massajni deysizmi, buni hamda mana bu yerda ko'rsatib turadi mashinada qanday holatda ichki salon qismi. Keyin mashinamizga sizga kerakli голосовое управление deysizmi, Alicia открой люк desangiz ham bemalol bajarib beradi yoki boshqa funksiyalar, oyna ochish, yopish hammasi mavjud. Do'stlar, sizlarga bugun Arizo 8 gibrid hamda Tiggo 8 gibrid avtomobillari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Agarda mabodo sizlarga savollaringiz yoki yana bir qiziqtirgan narsalaringiz bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqingizlar yoki kommentariyaga yozsalaringiz, o'zimiz shaxsan aloqaga chiqamiz sizlarga. Bizning manzilimiz Yangi Ariqda joylashgan Cherry avtosaloni. Sizlarni kutib qolamiz.